Xotira va qadrlash kuni. Ikkinchi jahon urushining ayanchli oqibatlarini unutmaslikka, tinchlik va osuda hayotning qadriga yetishga, vatanga sadoqat hissi bilan yashashga, shuningdek, doim ogoh va hushyor bo'lishga, tarixiy xotiraga sadoqat ruhida tarbiyalashga xizmat qilib kelmoqda. Uning tub zaminida tinchlikning qadriga yetish targ'ib etiladi. Urush esa batamom qoralanadi. Bu kunni umumxalq bayrami sifatida nishonlab kelayotganimizda ham aynan ana shu ezgu maqsad yotibdi. Mamlakatimizda ana shunday mardlik va jasorat namunasini ko'rsatganlarga, jang maydonlarida jonini fido qilgan bobolarimiz, sabr bardosh bilan katta qiyinchiliklarni yengib o'tgan momolarimizni sharaflash, xotirasini abadiylashtirish, ularga g'amxo'rlik va e'tibor ko'rsatishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Ulug' Vatan urushi davrida O'zbekistonda yashagan 6,5 million aholidan 1,5 millioni frontga ketgan. Ulardan 420 mingi qaytib kelmagan. 640 ming nafari yaralangan. 120 ming o'zbekistonlik orden va medallar bilan taqdirlangan. Jumladan 338 nafar o'zbekistonlik Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Urush yillarida O'zbekiston xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan 1,5 million kishi uchun boshpana bo'lgan. Ushbu kunda barcha bobolarimizni ham, mo'tabar buvilarimiz hamda o'z vatanini himoya qilishda jonini fido qilgan va bu ayovsiz jangu jadallarda qahramonlarcha halok bo'lganlar xotirasini biz yoshlar aslo unutmaymiz va unutmasligimiz kerak. Ayni jihatni inobatga olgan holda ajdodlarimiz xotirasini yod etish, bugungi yorug' kunlarga yetib kelishimizda urush va mehnat faxriylarining nechog'lik ulug' mehnati borligini his etish, yoshlar o'rtasida mazkur kunning mazmun mohiyatini targ'ib qilish, qahramonlar xotirasini abadiylashtirishni ta'minlash maqsadida yoshlar o'rtasida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Xulosa qilib aytganda, inson aziz, xotira muqaddas ekan. Bugungi tinch, osoyishta hayot uchun jasorat ko'rsatib fido bo'lgan vatandoshlarimiz xotirasini yod etish esa eng oliy vazifamizdir. Vatanni himoya qilishda jonini fido qilgan, xalq orzu qilgan erkinlik uchun kurashgan milliy qahramonlarimizni ruhi oldida yana bir bor ta'zim aylaymiz.